Alloh ibodatlarimizga muhtojmi? Yo'q albatta. Alloh hamma narsaga qodir zot. Shu bois bizlarga ehtiyoj yo'q. Agar ehtiyoj bor bo'lsa, ibodatga muhtoj bo'lgan bizmiz. Nimaga? Buni shifokor va bemor misoli orqali tushuntirish mumkin. Shifokor dori berganida bu bemorning foydasi uchun bo'ladi, o'zi uchun emas. Agar shifokor bu dorini kuniga 5 marta iching desa, bu bemorga yordam berish uchun, to'g'rimi? Xuddi shunday, Alloh o'zimizning foydamiz uchun bizni duo qilishimizni xohlaydi. Bizda abadiy yashashni istaydigan ruh bor. Shuning uchun ham Allohni eslab, ko'p zikr qilishimiz va jannatdagi hayotimiz haqida o'ylashimiz kerak. Shuningdek, biz inson sifatida ko'pincha nima uchun yaratilganimizni unutib qo'yamiz. Har kuni ibodat qilish orqali biz yaratilishimizning sababini va o'zimizning yuksak qadr-qimmatimizni eslab turamiz. Bundan tashqari, kuniga 5 mahal namoz o'qish orqali kamroq asabiylashamiz. Chunki qalbimiz ibodat ila orom oladi. Demak, Alloh bizning ibodatimizga muhtoj emas, aksincha, biz unga sajda qilishimiz kerak. Buni bemor va shifokor misolida eslab qolishimiz mumkin. Ushbu videoni do'stlaringizga yuborishingizni unutmang.